O'zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlarga firma nomiga ega bo'lishga ruxsat beriladi. Prezident farmoniga muvofiq O'zbekistonda 2026-yildan boshlab YTTlarga firma nomiga ega bo'lishga ruxsat beriladi. Farmonni qabul qilishdan asosiy maqsad tadbirkorlarning ma'muriy xarajatlarini 90 milliard so'mgacha qisqartirish, davlat organlari bilan o'zaro hamkorlik jarayonlarini 15 kungacha vaqtini tejash belgilandi. Farmonga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab yakka tartibdagi tadbirkorlar elektron raqamli imzo olish, bank hisobvaraq ochish, litsenziya yoki ruxsatnoma bo'yicha xabarnoma yuborish kabi jarayonlarni bir martalik murojaat orqali amalga oshira oladi. Shu bilan birga kompaniya nomi, manzili, yuridik shakli yoki asoschining to'liq ismi o'zgartirilganda hujjatlarga tuzatishlar avtomatik ravishda va bepul kiritiladi. Ushbu yangilik tufayli YTTlar uchun biznesni boshlash jarayoni ancha tezlashadi va yanada qulay bo'ladi. Xabarni tanishlaringizga ulashing va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling.